Assalomu alaykum hammaga. Bizda ikkinchi variantimizni analiz sintez qismiga yetib keldik. Xo'p, ushbu testni tahlilini boshlasak unda. Itning oldingi oyoq kamari skeleti uchun noto'g'ri berilgan fikrlarni topishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, noto'g'ri demak to'g'rilarni chiqarib tashlasam bo'ladi. Oldingi oyoq deyilganligi uchun chanoq suyagini olamiz. 3 juft chanoqi bor, lekin oldingi oyoqda emas, albatta u orqa oyoq. Ikkita kamar va ko'krak tirgak mavjud. Bu jumla to'g'ri bo'lganligi uchun chiqadi o'yindan. To'g'ri bo'lganligi uchun B. A hamda S javobimiz ketdi bu yerda. Endi bel umurtqalari soni 6 ta. Buni ham oldingi oyoqqa aloqasi yo'q. Ikkita o'mroq suyagi bor. Bilamizki, o'mroq suyagi sut emizuvchilarda oldingi kamar suyaklarga kiradi, lekin ikkita o'mroq suyagi yo'qligini inobatga oladigan bo'lsak, uni ham olamiz. Javob bu yerda to'ldirilgan variant sifatida bizda B javob bo'ladi. Xo'p. Endi keyingi ikkinchi testga o'tamiz. Ustniya va nastok uchun xos bo'lgan xususiyatni. Ustniya bu bilamiz. Lishaynik, soqolli ustniya deydi. Ustniya barbata, nastogimiz esa siyanobakteriya. Umumiy bo'lgan to'g'ri fikrlarni topishimiz kerak. Hujayrasi yadrosining mavjudligi. Nastok, siyanobakteriya, prokariot. Bir bor javobni chiqarib yuboraman. U umumiy emas. Hayotning hujayrali tuzilmasi. Ikkalasi ham hujayraviy tuzilma. Hujayra qobig'i mavjud. Haqiqatdan ham ustniyada xitin, bunda esa pektin deb o'tganmiz. Bu jumla to'g'ri. Jinsiy ko'payish yo'q. Haqiqatdan ham jinsiy ko'payish yo'q. Spermatozoidlar harakatchan deydi. 5 bor javobni ham chiqarib yuboramiz. Sababi jinsiy ko'payish yo'q degan jumlaga olgan edik buni. Endi moddalar davriy aylanishda ishtirok etishi. Moddalar davriy aylanishda albatta ishtirok qiladi. Aerob usulda nafas olishi to'g'ri. Eukariot organizm ekanligi deydi. Hozir aytib o'tgandik, nastok bu prokariot. Javob bizda S javob bo'ldi. Bu ham tushunarli bo'lsa, endi keyingi testga fokusni qarasak. Peshona suyagiga xos bo'lgan ma'lumotlarni aniqlang. Peshona suyagi bilamizki, g'alvirsimon suyaklarga kiritganmiz. Tuzilishiga ko'ra chanoq suyagi bilamiz, yassi suyaklarga kirib ketadi. O'xshash bo'lib tarkibida bu jumla chiqib ketdi. Tarkibida qizil va sariq ilik saqlaydi. Sariq, qizil ilik saqlaydigan suyaklarimiz bularga yassi plus naysimon suyaklarimiz edi. Hozir aytib o'tgandik, bu g'alvirsimon suyakka kirib ketadi. G'alvirsimon suyaklar qatoriga emas. Javob S ekan bu yerda. Qovurg'a o'sh to'mroq bo'ladi. E'tibor qilgan bo'lsangizlar T, O, Q deb yodlagandik buni. To'sh, o'mroq, qovurg'a. Bular uzun g'ovak suyaklarga misol qilingan edi. Xo'p, shunda javob S. Keyingi testga o'tamiz. Endi klokallarga va xaltallarga xos xususiyatni toping. 270 ga yaqin turi bor. Bu nima? Xaltallarniki bo'ladi. B ga olinadi, 2 ga olinadi. 2 qilib ketamiz. Ustiga barcha xonaki hayvonlarni o'z ichiga oladi. Xonaki deyilgan joyi yo'q. B bor javobni chiqaraman o'yindan. A javobimiz ketdi. Yana qayerda B bor? Hop, bosh miyasi sodda tuzilgan. Bosh miyasi sodda tuzilgan bu klokallarimiz hisoblanadi. S nechida? 1da turishi kerak. S 2-da turganligi uchun bu javob ham ketdi. Tez ishlagan holatda shunday qilib ustiga chizib ketgan maqsadga muvofiq. Sababi ko'zga realni ko'rinib turadi. Xo'p, tirik bola tug'adi. Tirik bola tug'adiganlarimiz bu xaltallar, klokallarimiz esa tuxum qo'yib ko'payadigan edi. D 2-da turishi kerak bo'ladi. Haqiqatdan ham turibdi. O'zi qaraydigan bo'lsam, Y bilan F ga qarasam bo'ldi ekan. Y ga qarayman. Bachadon kuchsiz rivojlangan. Bu 2-ga xos bo'ladi. Javob bu yerda S javob bo'ldi. Muammo yo'q degan umiddaman. Keyingi testimiz.
Jadvalda informatsion renkada tripletga mos keluvchi aminokislotalar keltirilgan. Okey. Unga ko'ra sitozin, prolin. Xo'p. Xullas shunaqa ko'rinishda bizada genetik kod berilgan ekan. Bilamizki, bu struktura nima? Bizadagi bu struktura bu transport RNK hisoblanadi. Transport RNKni antikodon qismida sitozin yotgan bo'lsa, informatsion RNKda bilamiz, uni oldida guanin yotadi. Sitozin oldida yana guanin oldida esa sitozin. GGS, ya'ni guanin sitozin nima kodlab turibdi? Glitsin. Demak, javob bu yerda glitsin bo'ladi. Javob S. Muammo yo'q. Demak, transport RNKni antikodoni berilib, informatsion RNKdagi kodonga qarab nimani topib oldik. Qaysi aminokislota ekanligi. Xo'p, endi keyingiga o'tamiz. Qaysi javobda qon plazmasida lipid, yog', kislotalar transporti plazmasida deganga e'tibor qilamiz bu yerda. Plazmasida. Bilamizki, muskullarda mioglobin transportini ta'minlaydi, eritrositlarda esa gemoglobin ta'minlab beradi. To'qim organlari muskullarda esa, plazmada esa albumin, aytib o'tganim lipid, yog' kislotalar transportini ta'minlaydigan transportyor vazifasini o'tab beradi. Javob B javob bo'ladi. Quyidagi belgilar orasidan faqat erkak organizm bilan bog'liq nechtadan to'g'ri ma'lumotlar berilgan? Gametogenez ayolda ham, erkakda ham bo'ladi. Demak, bu chiqib ketadi. Follikula bu faqat ayol uchun xos. Demak, A qilib ketaman. Prostata kasalligi faqat erkak uchun B qilib ketaman. Urug'don faqat erkak uchun B, bachadon faqat ayol uchun A, androgen faqat erkak uchun B. Yog' bezlari faoliyat. Erkaklarda ham yog' bezi bor, ayollarda ham yog' bezi bor. 6ni chiqaramiz. 7ni chiqaramiz. Testosteron faqat erkaklarimiz uchun B. Qalqon simamiz ayolda ham bor, erkakda ham bor. 9ni chiqaramiz. Tuxumdon faqat ayol uchun xos, spermatogenez jarayoni faqat erkak uchun. Endi alani sanab chiqadigan bo'lsam, 1 ta, 2 ta, 3 ta, 3 ta bo'ldi hozircha. Erkakka xos xususiyatlarni sanaydigan bo'lsak, 1, 2, 3, 4, 5. Buni ostki qismida yana bormi? Ostki qismida bor ekan. Yo'naltiruv tanachalar faqat ayol uchun xos. Buni ham olamiz. Estrogenlar ham faqat ayol uchun. Boya 3 ta edi, ustiga 2 ta qo'shildi. Shunda erkak uchun 5 ta, ayol uchun 5 ta degan javob bo'lishi kerak, katta ehtimol bilan. Hozir tekshirib ko'ramiz. Xo'p, haqiqatan ham bor ekan bizda shuning javob B javob ekan. Faqat ayol, faqat erkak uchun deyilganligi sababli. Tushunarli bo'lsa, xo'p, quyidagi gul formasi oilalari ularga mos keladigan tariflarni juftlab ko'rsatishimiz kerak bu yerda. Endi birinchi oila ko'rinib turganlaringizdek oddiy gul qo'rg'on 2+2, changchi 3+1, bu 1. O'zi ikkinchi oilaga qaraydigan bo'lsak 9+1 burchoq tosh ekanligini aytib turibdi. Bu 2, 2, 2, 1. Ya'ni changchisi 3 halqada joylashganligi bilan qovoq toshlarni changchili gul ekanligini aytib turibdi. Bu esa 0, 5, 52 qilib eslab qo'ygandik. Qoqo't toshlar yoki murakkab guldoshlar oilasiga xos xususiyat ekanligini aytib turibdi. Shunda ikkinchi oilamiz. Tak. Kapalak shaklidagi gul tojiga ega. Kapalak shaklidagi gul tojiga ega bu ikkinchi oilamiz edi. Demak, A ikkinchida turishi kerak. Bu yerda turganligi uchun B javob chiqib ketdi. Endi to'p guli soxtatilsin va voronkasimon gullardan tashqari. Bu eng oxirgi murakkab guldoshlar edi. B oxirida turishi kerak. Bu yerda turganligi uchun bu javob ham chiqib ketdi. Bu yerda turganligi uchun bu javob ham chiqib ketdi. Javob o'z-o'zidan A javob qoldi. A ni tekshirib ko'ramiz. Birinchiga D deyilgan. D nima? Gullar rangsiz ko'kimtir, boshoqsimon yoki shingilsimon to'p gullar. Birinchi oilamiz sho'radoshlar edi. Bu to'g'ri. Ikkinchi kapalak shaklidagi gul toji bargga ega. Bu ham to'g'ri. Burchoq toshlar oilasi. Uchinchiga qaraydigan bo'lsak, S javob berilib o'tilgan. Gullari bir jinsli, changchili gullari urug'chili gullarga nisbatan ertochilar. Haqiqatan ham to'g'ri edi. Bu qovoq toshlar oilasi uchun xos xarakterli xususiyat.
4 ga hozir aytib o'tganimdek B javob turishi kerak. Javob A javob bo'ladi ekan. Xo'p, endi 9-ga keldik. Odam bosh miyasining qaysi strukturasi tana haroratining doimiyligi ko'rish, eshitish, chamalash reflekslarini boshqaradi. Bilamizki, bosh miya katta yarim sharlarning postloq osti qismida oraliq miyamiz bor edi. Tana haroratini kontrol qilish, organizm metabolizmini och qilish, chanqash degan jarayonlarni kontrol qilib turar edi. Ya'ni bu ayga oraliq miya ko'rish va eshitish, chamalash. O'rta miyamizda ko'rish oldingi ikkita tepalik, orqa ikkita tepalik qilib o'tgan edik. Oldingi ikkita tepalik ko'rish, orqa ikkita tepalik eshitish. Javob C javob bo'ldi. 9-sinf testi tushib turibdi bizga. 8-sinf. 9-testimizga. 9C 10ga o'tdim. Oila sistematik birligi ko'rsatilgan javobni aniqlang. Oila kerak ekan. Karpsimonlar turkum. Lolasimonlar sinf, ya'ni bir ruh palallar. Mushuksimonlar oila haqiqatan. A javob ketadi, B javob ketadi bu yerda. A, B, B javob B javob. C bilan D ni esa tekshirib ko'ramiz. Murakkab guldoshlar va qarchig'aysimonlar. Qarchig'aysimonlar bilamiz. Qush hisoblanadi, zaharli arilarni yeydigan oila. Sistematikada oila haqiqatan ham. D berilgan susarsimonlar oila, karamdoshlar oila. Demak, haqiqatan ham javob B javob bo'ladi ekan. Endi 11-testimizga keldik. Turkiston ismalovi makkajo'xori va ular uchun umumiy Turkiston ismalovi bilamiz. Ustiga yozib ketaman. Sho'radosh, esa bug'doydosh. Gullari ikki jinsli, 1 yillik o't bir oilaga kiradi. Sig'a bitta oilaga kiradi deb yozib qo'yibdi. Demak, A javob emas bu yerda. Kalenximaga ega B javobni o'qiyapman. Gullari 2 yilli, popuguli sizimiga haqiqatan ham to'g'ri. Kalenxima bilamiz, tirik mexanik to'qimaydi. Mexanik to'qima kalenxima sklerenximaga bo'lingan. Sklerenxima o'lik, kalenxima tirik. Gulqo'rg'oni oddiy. C javobga ko'p yillik qilib qo'ydim. Makkajo'xori ko'p yillik o't emas. D javobga keladigan bo'lsak, D javobda gullari bir jinsli, yonbarchali o'simlik. Gullari qiyshiq deb qo'yibdi C javobga. Turkiston ismoloviniki ham, makkajo'xoriniki ham gullari qiyshiq emas. Bizda umumiy bo'lgan javoblarni topishimiz kerak. Demak, javob bu yerda B javob bo'ladi ekan. 11-ga B javob. Xo'p. 6-sinf botanika testi. Bu 12-chi quyidagi yashash uchun kurashning qaysi turlari aks ettirilgan? Avstraliyaga olib kelingan oddiy ari, bu boshqa tur bu, bir tur. Nayzasi yo'q kichik mahalliy ari. Mahalliy ari bu ikkinchi tur. Demak, bu turlar aro. A'da turlar aro kurash 2 turish kerak. Xo'p, A'da 2 turish kerak. Demak, bular chiqib ketdi o'yindan. Keyin balqash olovbug'a balig'i o'zining tuxumdan chiqqan baliqlarni yeb qo'yishi. Balqash olovbug'a balig'i bilamizki, shunaqangi simvol bor germafrodit organizmlar uchun, ham erkaklik, ham urug'chilik simvolini o'zida jamlagan germafrodit baliq edi. Bularda shunday xususiyat bor ekan, tuxumdan chiqqan bolalarni, mayda baliqchalarni yeb qo'yish xususiyati bor ekan. Demak, bu bitta tur ichidagi. Tur ichidagi bo'lsa, bir javob turishi kerak. Demak, javob B javob bo'ladi. Bu yerda anorganik tabiatning noqulay sharoitiga qarshi kurash haqida gap ketmagan. Qaldirg'ochning qaysi xususiyatlari turning ekologik, B morfologik. Ekologik bo'lsa yashaydigan sharoit haqida gap ketish kerak edi. Ya'ni organizm namda yashaydi, qumda yashaydi va hokazo. Morfologik bo'lsa tashqi tuzilish haqida, B da morfologikni olishimiz kerak. C da esa fiziologik jarayonlar. Asosiy ko'payish haqida gap ketish kerak edi. Masalan, 4 ta, 9 ta, 4 ta, 6 ta tuxum qo'yadi deyilgan joy. Tanasining qo'qontir, tanasining orqasi ko'kimtir qora. Bu birinchi to'g'ridan to'g'ri B javobga kiradi. Birinchi B javobga kiradi. Birinchi B'ga kirib turibdi. A'da ekologik edi. A'sini 5 xil qo'yibdilar. Bolalarni hasharotlar bilan oziqlantiradi. Haqiqatdan ham buni
hasharotlar bilan oziqlantiradi. S'ga keladigan bo'lsak, S'ga 6 qilib qo'yibdi. S'da bu yon tarafda fiziologik jarayon dedi. Uchayotganda o'pka va havo pufaklari bilan nafas oladi. Fiziologik jarayonlar haqida gap ketdi. Ekologikka B javobdan 3 ni chiqarib boramiz. Bu fiziologikka kirib ketadi. Bilmaydiganlar bilib olamiz. Fiziologik 4-6 ta tuxum qo'yishi. Keyin birni kirgizib qo'ydi. Hozir aytdim. Birinchi u tanasi haqida gap ketib turgan bo'lsa, u ekologiyaga umuman aloqasi yo'q. Bu ham bir chiqib ketadi. 4 ni kirgizib qo'ydi. Keyin D javobda qanotlari ingichka uzun. Bu ham shu ekologiyaga kirgizilgan, aslida morfologikka bo'ladi. Javob 13-testimizda A javob bo'ldi. Xo'p. Odam va losos balig'ining 17 DNKsida 17% o'xshashlik bu molekulyar biologiya, albatta. Odam ichagi bakteriyasi hamda makaka maymunining genetik kod. Biz genetik kodni 9-sinfda, keyinchalik 10-sinfda shu sitologiya qismida o'tganmiz. Demak, bu sitologiyani fandalaylik. Javob bu yerda B javob bo'ladi. Molekulyar biologiyada asosiy DNKlar, oqsillar, yog'lar, lipidlar shular haqida gap ketish kerak. DNK bu nuklein kislota haqida, demak javob B javob bo'ladi. Xo'p. Qanoti yo'q, boshi yo'q. Qanoti yo'q, boshi va oyog'i yo'q, erkagining Y xromosomi yo'q hasharotlar sinf. Hasharotlar sinf vakillarini belgilang. Okay. Podolya. Qo'ng'izlarning hammasini qanoti bor. Endi istisno holatlarini aytmasak albatta. Podolyada bor, qarochi. Buzoq boshi deb keladi. Buzoq boshni o'zi ham hasharot bo'lishi mumkin, ham o'simlik bo'lishi mumkin. Shu joyga jiddiy qaraymiz. Buzoq boshi deb kelish kerak edi bu yerda, endi imloviy jihatdan sal xatoroq ketgan. Xo'p. Ipak qurti dedi. Ipak qurtini albatta boshi va oyog'i bo'ladi. Bizda boshi va oyog'i yo'q qolib qo'ydi. To'shak qandalasi. To'shak qandalasining xasva qandalasidan farqi qon bilan, odam qoni bilan parazit yashab hayot kechirganligi uchun zarar berib, unda qanot yo'q. Pashsha qurtlarida haqiqatan ham bosh va oyog'i bo'lmaydi degan jumla bor. Protenor bu qandala. Qandallarda haqiqatan ham Y xromosomi yo'q bo'lganligi uchun X nollik holatida bo'ladi. Javob bu yerda C javob ekanligi ko'rinib turibdi. Xo'p. Sonani berib o'tgan, sona hisobiga D javob chiqib ketadi bu yerda. Endi 16-testga keldik. Tuxumini pilla ichiga qo'yadigan germafrodit hayvonlar berilgan qaysilar? Germafrodit deydi. Pilla ichiga qo'yadi o'rgimchak, lekin germafrodit emas. Javob chiqarib tashlaymiz. Tutipak qurti germafrodit emas albatta. 2 bor javobni chiqarib tashlaymiz. Chumoli. Bundan tashqari tutipak qurti tuxumini bargni ustiga qo'yadi. U pilla o'rashi boshqa narsa. G'umbak hosil qilish jarayoni bo'ladi. Chumolni ham erkak hamda urg'ochisi bilan germafrodit emas. Oq planariyani olamiz. Pilla ichiga yaydoqchilar ham germafrodit emas. Chiqadi, yomg'ir chuvalchangini olamiz. Jigar qurti deydi, germafrodit, lekin pilla ichiga qo'yish haqida ma'lumotimiz yo'q bizlarda. Demak, javob B javob bo'ladi. Qizil chuvalchangni ham обязательно olamiz. Yomg'ir chuvalchangi bilan bitta sinfga kirganligi uchun. Xo'p, tushunarli bo'lgan bo'lsa 17 ga o'tdim. 17-chi. Edofabiont, ya'ni bu tuproqda yashovchi, gidrobiont, suvda yashovchi organizm haqida gap ketib turibdi. Xo'p, o'simliklarning ildizi ayrim hayvonlar, zamburug'lar va mikroorganizmlar yashaydi. Pastishlik, shaffoflik, kichik issiqlik sig'im. Demak, bu emasligi ko'rinib turibdi. Tuproq muhitida yashaydigan organizmlar hisoblanadi. Bu jumlasi to'g'ri. Bu muhitda yashovchilar hayvonlar plankton, ya'ni suvning ustki qatlami, nekton o'rta qatlami, bentos hamda tub qismi. Bu to'ppa-to'g'ri javob bo'ladi. Demak, 17-chida ham ortiqcha nimasini o'qib o'tirmayman. Javob B javob ekan 17. Xo'p, 18. Triton va cho'g'irchiqning yurak bo'lmachasiga triton, bilamiz triton bu yuragi 3 kamerali, mana bunday. Cho'g'irchiqlik 4 kamerali.
chap bo'lmachasiga, mana chap bo'lma. Bu ham chap bo'lma. Bilamiz, 4 kamera yuraklamizda o'pkadan bu yerga kelib quyiladigan edi. Endi bularda tritonda nafas olish a'zosi sifatida o'pka sodda tuzilganligi uchun, xaltasimon bo'lganligi uchun teri hamda o'pkadan kelishi mumkin. Katta ehtimol organlardan deyilgan javob chiqadi. Xo'p, terisidan to'g'ri bo'lishi mumkin. To'qimalardan degan javob hisobiga chiqadi bu ham. D javobda o'pkasidan, chap qorinchasidan yo'q. Chap qorinchadan kelmaydi. Hozir aytdim, o'pkadan boradi. Javob bu yerda A javob ekan. Haqiqatan ham bunga ham o'pkasidan, bunga esa o'pka va terisidan. Faqat bu yerda endi bitta javobi berib o'tilgan. 18 A javob bo'ladi. Xo'p, tushunarli bo'lgan bo'lsa 19-ga o'tsam. O'rtak varaqasidan qaysi organlarning rivojlanishi to'g'ri keltirilgan javobni juftlang. Xo'p, to'g'ri bo'lish kerak. Bizda ektodermadan teri epiteliysi to'g'ri, ektodermadan ko'z, mezodermadan suyak, qon tomiri to'g'ri. Endodermadan hazm bezlari, oshqozon osti bezi to'g'ri bu javob. Mezoderma urug'donlar, siydik yo'li, ektodermadan tish emali, qushlarning pati. Xo'p, endodermadan jigar, buyraklar. Yo'q, buyrak hisobi. Buyrak bu mezoderma hosilasi bo'lgani uchun bu javob chiqib ketadi. Ektodermadan teri retseptorlari to'g'ri. Baliq tangachilari to'g'ri. Mezodermadan tog'ay, qovuq. Qovuq ayirish sistemasiga kirganligi uchun olamiz. Endodermadan o'pkalar va jabr. Bu ham to'g'ri bo'lganligi uchun menimcha ikkita javob to'g'ri kelib qoldimi bu yerda? Ikkita javob to'g'ri keldi haqiqatan ham. Mezodermadan tuxumdonlar, yelka suyagi to'g'ri, endodermadan ichak va teri epiteliysi yo'q. Bu ektoderma bo'ladi. Ikkita javob to'g'ri kelib qoldi. Shunaqangi holat ham bo'lish ehtimoli bor. Demak, bizda ikkita javob to'g'ri bo'ldi bu yerda. S hamda A javoblar. Qaysi ma'lumotlar homila rivojlanishi uchun xos? Xo'p. Homila rivojlanishi uchun. Boshi tanasining 3dan 1 qismini tashkil qiladi. Qachon tashkil qiladi? U haqida ma'lumot yozib o'tmay, to'g'ri, 3dan 1 qismini tashkil qiladi deilgan joyi bor, lekin konkret vaqti berilmaganligi uchun bu javobni chiqarib yuborgan maqsadga muvofiq bo'ladi. Birini chiqaraman shunda. 5 oylik davrida ikkinchi to'g'ri, yarim kilogramm keladi deydi. Ya'ni 500 gram deyilgan joyi bor. 8-sinfda yozib qo'yilgan kitobimizda. 2 oylik homilaning ko'zlari shakllana boshlaydi. Xo'p. Demak, endi biz hozir bu yerda birini chiqarib yubordikmi? Javoblari qani? Birini chiqardik, A javob hamda D javob chiqdi. Endi qaraymiz. 1 oylik homilada barmoqlar bo'ladi. To'g'ri, yurak ura boshlagandan keyin homila rivojlanadi. Keyin homila rivojlanish tezlashadi. Bu ham to'g'ri. Tug'ilishidan oldin 2,5-3 yo'q. 3,5 kilogramm keladi. 6 bor javobni ham chiqarsak, javob bizda B javob bo'ladi. Qolganlarni o'qib o'tirmadim. Imkon qadar bu ma'lumotlar esdan chiqadigan ma'lumotlar, bularni yozib olib, eslab qolishni tavsiya qilaman. Xo'p, shunda bizda javob bu yerda 3, 7, 8 degan javobimiz bo'ldi. 6ni chiqarib yubordik va 1larni chiqarib yubordik. Keyingiga o'taman. Toshko'mir davrida ro'y bergan aramorfozlarni ko'rsating. Toshko'mir. Ko'payoqlar va dastlabki hasharotlar qaranglar. Shunday qarayman. Boshqa davrdagi chiqarib taraman. Masalan uchun sudralib bo'luvchilarni kelib chiqish Perm. 3 bor javobni chiqaraman. A javob, D javob ketdi. Yana bitta javobni qarashim kifoya o'zi, ya'ni 5 ga qarayman. Suvda hamda quruqlikda yashovchilarning dastlabki turlarining paydo bo'lishi. Stegosefallalar. Bu Toshko'mir davrida emas albatta. Javob bu. Bo'ldi. Muammo yo'q. Endi to'g'ri fikrlarni aniqlang. Oziq va yashash sharoiti yaxshilanganda ortadi. Xo'p. Bu yerda reaksiya normasi haqida gap ketib turgan o'xshaydi. Xolmagor zotining tana vazni. Xolmagorga agar yaxshi sharoit qilib berilsa, uni tana vazni suti ortadi. Bir bor javobni chiqaramiz. To'g'ri javobni olishimiz kerak edi-ku. Karnovel zotining tana vazni. Okay. Shartkorin zotining sut miqdori yo'q. Go'sht ortish kerak bo'ladi. 3 bor javobni ham chiqardik. Javob bizda avtomatik B javob
qoldi. Bu javobni tekshirib ko'ramiz. Kornuyel zotining tanavazini to'g'ri 5. Leggorin zotining tuxum qo'yish to'ppa-to'g'ri 6. Bushev zotining sut miqdori. Bushev 9-sinf oxirida berib qo'ydi. 1949-yilga kelib urchitila, ya'ni ko'paytirila boshlagan sigir zoti hisoblanadi. Xo'p. Tovuqlarda no'xatsimon Tovuqlarda no'xatsimon toj oddiy toj ustidan dominantlik qiladi. Patning qora bo'lishi B, oq bo'lishi B hisoblanadi. Chala dominantlik qiladi, okey? Xo'p, genotipida patlarning havo rang bo'ladi, okey? Ikki belgisi bo'yicha heterozigot organizmlar chechitirilgan vaqtda qancha oddiy tojli va oq rangli olinadi? Oddiy tojli bo'lish uchun bizga nima kerak? Kichik P kerak. Oq bo'lishi uchun esa kichik B kerak. Endi heterozigotalar chechitirilgan, tasavvur qiling. Matematik usulda oddiy qilib yozib o'tib ketamiz buni. Qaranglar. Matematik usulda bu bilan buni xuddi Mendelning birinchi qonuniga o'xshab, bu bilan esa buni o'zaro monodroga qilib chatishtiramiz. Bu bilan buni chatishtirsak, ushbu ko'rinishdagi organizmlar chiqishini biz bilamiz. Endi qaranglar, bizda avlodning qancha qismi oddiy tojli? Bu yerda oddiymi? Oddiymi? Bu oddiy, to'g'rimi? Qanchasi? 4 tasini ichidan bittasi. To'g'ri. Endi bu bilan buni chachishtirganimizda ham xuddi shu ko'rinishda. Katta bu. Bu yerga heterozigotadan 2 ta. Mana hamda ressiv gamozigotalarimiz chiqadi. Keyin nima so'ralgan? Oq rang. Oq rang bo'lish uchun bu. Bu ham nechta? 4 tasini orasidan bitta. 4 ga 1, 4 ga 1. Javob C javob. Muammo yo'q degan umiddaman. Agar buni penetga tashlaydigan bo'lsak, 16 ta 4 ta gameta 16 ta organizm olinishi kerak bo'ladi. Bu osonroq varianti bo'ldi. Shunda javob C javob bo'ldi 23. Buni o'chirdim. Endi Klinefelter sindromi haqidagi to'g'ri klassifikatsiyani ayting. Klinefelter sindromi genotipik mutatsion, genom mutatsiyasi, xromosoma soni o'zgardi, trisomiyaga kiradi. Javob D javob 24 ta. Endi shartsiz reflekslar berilgan qatorni toping. Shartsiz reflekslar bilamiz, nasldan naslga o'tadigan va ya'ni o'rganilmaydigan reflekslar. Bilim olishni biz o'rganamiz, javob chiqib ketadi. Chamalash to'g'ri, aksirish to'g'ri, issiq ta'sir etganda qo'lni tortib olish to'g'ri, ko'zni ochib yumish to'g'ri, so'lak ajratish to'g'ri, yozishni esa o'rganamiz. C javob chiqadi. Jinsiy reflekslar to'g'ri, kasb o'rganish bu ham chiqib ketadi. Javob haqiqatdan ham A, B, D ni chiqarib yuborib, B javobni belgilab oldik. Endi xo'p. Glyukozaning 25% to'liq parchalandi, 176 mol ATF hosil. Bu masalada adashmasam 16 chiqadiganda ishlanishini shu guruhimizga tashab qo'yamiz. 26 shunda C javob. Ko'lbuqada spermatogenez jarayoni. Ko'lbuqa spermatogenez jarayoni kuzatilgan hodisalar qaysi javobda to'g'ri berilgan? Ko'lbuqa qush. Qushlarning spermatogenez jarayoni XX li bo'ladi. Y'li deb boshlanganini chiqarib tashlayman, ya'ni 3 ni chiqarib tashlayman. Xo'p, 3 ni chiqaradigan bo'lib, keyin 4-chiga qarayman. O'sish davrida hujayralarda translyatsiya kuzatilmaydi. Xohlagan bir organizmda o'sish davrida translyatsiya, transkripsiya, DNK reduplikatsiya degan jarayonlar обязательный bo'ladi. Demak, 3 bilan 4 ni chiqarib yuboraman hozircha. Javob chiqarmagan. Xo'p, tepada. Javob ham chiqdi mana. 3 4. 1 bilan 5 bo'ldi. Qon tarkibida eritrositlarda uchraydigan oqsil jihatdan ortiqcha qon guruhini aniqlang. Qon guruhlarida eritrositlarda uchraydigan oqsil jihatdan ortiqcha. Bilamizki, eritrositlarda uchraydigan oqsil bu aglutinogen. Aglutinogen A ikkinchi qon gruppada bor, aglutinogen B uchinchi qon gruppada bor, aglutinogen A va B esa to'rtinchi qon gruppada bor. Aglutinogensiz qon shunda birinchi qon gruppa bo'ladi. Javob C javob bo'ladi. Agar teskari qilib oladigan bo'lsak, qon tarkibida plazmada uchraydigan oqsil jihatdan ortiqcha qon guruhini aniqlang. Plazmada uchraydigan deb bersa, u yerda 4-qon guruh bo'lar edi. Sababi 4-qon gruppamizda plazmada uchraydigan aglutinin degan oqsilimiz yo'q. Demak, 28 C javob bo'ldi.
Butli o'rgimchakning tirnoqsimon o'simtasi, taroqsimon tirnoqlari qaysi joyda bo'ladi? Tirnoqsimon o'simtasi bilamiz, shu jag'ining ustki qismida edi. Ostki qismida tirnoqsimon o'simtani suqardi, ichi naycha edi, zahar bezi esa uni asosida mana shu joyida joylashgan edi. U uchi o'tkir edi. Yuqorgi jag'larda pastki jog' deyilganligi uchun A javob chiqib ketdi. Orqa oyoqlarida deb bergan bu yerda. Bu javobda chalkashib ketdim. Yuqorgi jag'da degan S javobni kichik asida turish kerak. Pastki jag'larda degan ham chiqib ketdi bu yerda. B qismi uchun chiqib ketdi. Javob D o'xshaydi. Tekshiramiz. Yuqorgi jag'larida, orqa oyoqlarida to'g'ri. Taroqsimon tirnoq. Ilk tirnoq, taroqsimon tirnoq bu butli o'rgimchaklarda o'tgan edik. Javob D. 29. Muayyan joyda tarqalgan bir turga mansub organizmlar orasida bir-biridan farq qiluvchi 2 va undan ortiq guruh uchuvchisi qaysi tanlanishga misol bor? Oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsak, disruptiv bo'ladigan bo'lsa, ikki xil ko'rinishni hosil qilish kerak edi. Organizmlar D2, ya'ni asosiy tugmacha qo'ng'izlarda kitobda misol qilib qo'yibdi. Tugmacha qo'ng'izlar haqida gap ketish kerak edi. Stabillashtirish tanlanishning mohiyati aytadigan edi. Atrof muhit o'zgarsa ham sen o'zgarmasdan yashab qol dedi. Bu konkret bu yerdagi jumlamiz. Ya'ni atrof muhit organizmlar orasida bir yoki bir-biridan farq qiluvchi 2 undan ortiq organizmlar uchrab turishi bu stabillashtiruvchiga kiradi. Harakatlantirish tanlanish aytadigan edi. Bu yashab qolmoqchimisan, imkon qadar o'zgar deydigan edi. Ya'ni zamon bilan hamnafas bo'l deyishini bilamiz. Shunda 30-javob B bo'ldi. Yuqoridagi masalani ishlab guruhga tashlanadi. Bugungi variantimiz tahlili shulardan iborat edi. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Nasib bo'lsa, keyingi tahlillarda ko'rishib qolamiz.